Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz Qo'qonning Stenka bozorida, kechki bozoridamiz. 25-iyul, 26-iyunda Velmura yozuvi yog'idan boshlayapmiz. Bu birinchi, ikkinchi deyilamiz. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchida ko'ylaklarimiz skidkaga tushganda 1, 2, 3, 4, 5, 6-qatorgacha skidkaga tushgan. Mana ularni 100 mingdan qilib beramiz. Optim 100 mingdan qilib beramiz. Mana ular 120 mingdan qilib beramizda. Agarda nimaga donaga bo'lsa, jichcha ozgina oshirib beramiz xolos. Donaga ham bor. Donaga ham bor, optimga ham bor. Razmerlar 48 dan 54 gacha, bash meter razmerda. Turkiya modelda bile hamma bashi merkalarga tushaveradi. Bunaqa bas yoshi katta donvorlarga ham uzunga o'xshagan baquvvat-baquvvatlarga tushaveradi. Baquvvatlari ham bir xilmi? Bular hammasi 140 tami ko'ylaklarimiz. Mana hijoblarga ham plat xalat ko'ylaklarimiz bor. O'ranganlar, o'ramaganlarga ketaveradi. Hammasi rosa chiroyli. Razmer bir xil, shu 48 dan 54 gacha, 60 gacha razmer tushadi. Bor. Bexijolat. Donaga ham bularimiz ham bor. Donaga ham bor, optim ham bor. Tepadelar ham skidkaga tushgan bu ko'ylaklarimiz ham 120 dan 100 mingdan 120 gacha skidkaga tushgan ko'ylaklarimiz. Material nima ular? Materiali hammasi shtampl, koreyskiy shtampl. Toza. Kirmaydi. Kirmaydi, yuvsangiz ham kirmaydi, g'ijim ham bo'lmaydi. Mana shunday. Ko'pchilik o'shanda qilishadi, so'rab olishadi, ya'ni olgandan keyin kirib ketib qolsa, bunaqa koreyskiy shtampl. Rosa yaxshi. Bularimiz bexijolat, bular hammasi 180 dan plat xalatga o'xshagan hijobli, o'rangan, o'ramaganlar bexijolat olishaveradi, olyaptilar ham. Pachkaga 180, donaga 200 dan qilyapmiz. Donaga. Razmer o'sha 48 dan 54 gacha. 54 gacha. Bashi merka razmerlar hammasi. Telefon nomeringizni qo'yib ketamiz. Aha, bexijolat. Nechi? Telefon nomerimiz necha edi? 94lik 94lik 798 0707. Ashunga telefon qilib bemalol batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Mana ham bilmanda donaga bor ekan opamiz. Hijoblar ham mana ular hamchi, mana ular ham optimga ham bor, donaga ham bor. Bexijolat, Qo'qon hamma vodiy kelsalar, undan ham ustupka qilib berishyapti. Dastlabki xizmatlarimiz bormi? Dastlabki xizmati ham bor. Samarqand hamma narsa bor, dastlabki xizmati ham bor. Mana yuk bor ekan, ko'rsatib qo'yinglar. Mana bu yerda ham mana ko'ylak lozimlarimiz bor, mana ko'ylaklar. Bularimiz qanchada? Bular pachkaga 110 mingdan. Donaga? Donaga endi 125-30 qilib sotyapmiz. O materiallar toza ekan. Ammo lekin koreyskiy shtampl. Umuman kirmaydi ham, hech nima qilmaydi. Bexijolat. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Sog' bo'linglar. Xo'p bo'ladi. Munohlarni aytib o'tsangiz, bu kitob deydimi? Bu kitobligi aka. Buni kilogramligi bo'ladi. Eng og'ir kilogrammi 5,5 kilolik bo'ladi. Narxi 390 ming so'm aka. Pachkaga. Pachkaga. O'zbekiston bozorida bunaqa narx yo'q aka. Donaga ham sotasizmi? Donaga ham, optimga ham mana shu narxda bir xil sotaveramiz aka. Metrlari. Metrlari 240 ga 2 metr bo'ladi bular. Bular bir xil ekan, makkacha. Xo'p, manolarimiz bor. Bular 3,5 kilolik. 1, 2, 3, 4, 5 xilimiz bor. 3,5 kilolik bular. Bular narxi 195 ming so'm aka. Bularimiz bor. Zarli bular. Zarli bular. Bularning ham narxi 195 ming so'm. Har xil turi bor. Rasvetga ko'p ekan. Rasvetga ko'p. Metr aka paltari 1,5 kishilik deyiladi. Bular ham zarli. Bularning narxi 145 ming so'm aka. Buni ham har xil turligi bor. Bular endi Yoponga chiqib ishlatadi yozgi kunda, Yoponga chiqib ishlatishadi buni yozgi kunda, qish kunida zimniy qilib prosina qilib ishlatishadi aka. Bularimiz narxi korobkada 110 ming so'm, bularimizniki 120 ming so'm. Prosina padanyaniki bo'ladi bu? Yo'q, bu pletni o'zi bo'ladi. O'zi, ha? Ha, pletni o'zi bo'ladi bu. 2 ga 240 bo'ladi bu ham. Ha, ularimizmi korobka? Bu korobka nabor, adyol nabor ekan. Mana shu yerda. Bularimiz aka xo'p, adyol nabor bo'ladi. Mana bunaqa nalchka, prostina, padadyanligi bo'ladi. Mana shu rasmdagi bo'ladi. Bir xil chiqadi, birga bir chiqadi bular. Mana shu rasitkalar bo'ladi bular. Har xil turligi bor bular. To'ybob ekan bular. To'ybob, sarpobob. Apalarimiz kelsa arzon qilib beramiz buni ham. Donaga qancha? Donaga 550 ming so'm, optimallisi 540 ming so'm beradi. 10 ming so'm razisa qiladi. 10 ming so'm razisa bor. Bemalol donaga ham olish mumkin. Dastlabki xizmatlar bor. Dastavkalarimiz O'zbekistonda istalgan joyga yetkazib beramiz aka. Mag'ladimdan ko'rsatib qo'yinglar.
Plastiklardan ya'ni ko'nular yo bir xilda basharaga mahsulot. Yostiqlarimiz Yostiqlar ekan ular. yostiqlarimiz aka ichi xalla fayber bo'ladi. Ochganda ishadi bular. Yumshoqda amal. Yumshoq, ha. 50-70ligi bor, 90-90ligi bor. Sifatligi eng zo'rlari shu yerda kelishaveradi. Narxlarni ham yopishtirib qo'ydi. Narxlari eng arzon 65 ming so'm. Qachga narxi ular? Ha, 65 mingdan 65 ming so'm, eng qimmati 160 ming so'm. 90 millilar bor ekan bu yerda. Aloylarimiz bor 85 ming. 85 ming so'mdan. Mana holati. Hay yo'q, yotadigan qilib tayyorlab qo'yish. Tayyor. Bularimiz korobkasi, mashlarni korobkasi. Mashlar korobkasi. Korobkada bo'ladi hamma. Korobkan o'zi qancha bo'ladi buni? Korobkasi o'sha ichida bo'ladi. 110 ming so'mning ichida bo'ladi. Ha. Rahmat aka. Boshqa 52-56, 52dan 56 gacha bularimiz bambuk. Bularimiz 14 mingdan pachkaga, donaga ham sotyapsizmi aka? Donaga 25 mingdan aka. Bularimiz 8-sinfgacha. 11 mingdan pachka narxi, donaga 20 mingdan donaga ekan. Bularimiz 1-sinf, 4-sinfgacha shu ham. Bularimiz 10 ming so'mdan. Telefon nomeringizni aytsangiz qolgizamiz. 90lik 309 73 21. Aloqaga chiqsalaring, butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmati bor. Dastlabki yo'q. Dastlabki yo'q bo'lsa, biz Telegram kanaliga o'tasizlar, biz sizlarga yig'ib beramiz. Yoqdingmi? Bularimiz material nima ekan? 3D material. 3D shtampi. Nechidan nechigacha razmeri? 54-56 gacha donaga ham sotasiz. Dona yo'q. Dona yo'q. Pachka narxi 40 ming so'm. 40 ming so'mdan pachka narxi ekan. Bularimiz-chi? Ular 35 ming. 35 mingdan. Bularimiz material silimi yo o'zi shtampi o'zi deyiladi. Bular ham razmeri bir xilmi? 48 dan 52 gacha razmerlar. Bularimiz kupra materiali. Qanchadan buni? 45 mingdan pachka narxi. Donaga akamizda yo'q ekan. Dastlabki xizmatlarimiz bormi aka? O'zbekiston bo'ylab. Telefon nomeringiz 90lik 567 09 13 ga telefon qilaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlar bor. Donaga yo'q, pachka narxida bemalol sizlarga yetkazib beramiz. Bularimiz Toshkent ish ekan. Pachkaga 110 ming so'mdan materiali shtampil materiali nechidan nechigacha? 50 dan 58 gacha. Bularimiz dvoykalarimiz kupron deydimi? Kupra materialimiz. Ha, savdo ham boshlanib, biz kelishimizga reklamaga 100 mingdan pachka narxi, dona bir xilda. Razmer 54 gacha. Bu ham Toshkent ishi. XB. Qanchada? 130 mingdan. Pachka narxi 130 ming so'mdan, donaga 150. 58 dan 60 gacha. Bularimiz mana O'zbekiston 45 mingdan. 45 mingdan. 45 ming ko'ylak lozimlar material. 54 gacha razmer. 48 dan 54 ga bir xil ekanda. Hisobda bularimiz qanchada? Bularimiz Toshkentda 125. 125 mi? Pachka narxi. Pachka narxi 135 dona. 35 unaqa beramiz. Bular ham o'sha razmeri bir xilda. Nomeringizni qo'ysangiz bo'ladi? Gacha bor razmer ham. Nechi? 90lik 90lik 360 1235 ga telefon qilasizlar. Dastlabki xizmati butun O'zbekiston bo'yicha bor ekan. Telegram kanalingiz bormi? O'zingizda. Kanalingiz yo'q-a? Bemalol shunga telefon qilsalaring, sizlarga butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmat bor. Shu narxda yetkazib beradi. Sertifikat qo'yamiz. Bunalar bo'ldi. Shamol bo'layotgan, Tanjoni sog' ekan. Savdoyingizga qo'shiladi-da yanada. Shu pastda turaversin. Ha, tinchgina yotaversin. O'tib ketib olsin endi opa. Opani bularimiz aka material nima ekan? Bambuk material nechidan nechigacha razmer? 52 dan 56 gacha. Qanchadan pachka narxi? Pachka narxi
13 mingdan pastga narxi, donaga ham sotilyapti. Donaga 17. 17 ming dona narxi ekan. Bularimiz shunaqa bir xildan Beragisi lakos. Bunisi lakos material. Bu ham 52 dan 56 gacha. Qancha bu? 17 ming pastga narxi. Donaga Donaga 20. 20 ming so'mdan. Bularimiz ham Ular 10 ming. mana 10 ming so'mli hali yo'q. Hech katta. 10 ming so'mni chevaran tikib bermay bitta materialni olib boring-da. Yo tikib beradim aka. Tikib bermaydi. Bitta materialni olib borsa, qo'liga 5 ming berib 5 minglik material olib borsin, tikib bermaydi-da. Bular ham 52 dan 56 gacha razmer. Donaga qancha? Donaga 13 ming. Donaga 13 ming so'mdan aka. Telefon nomeringiz aka? 90lik 694 64 06. Shu nomerga telefon qilasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki bora. Rahmat. Ha, ko'pra, pastida ponni ko'pra ekan 65 mingdan pastga narxi. Donaga ham bormi aka? Dona pastga narxi 65 ming so'mdan, tepa shtampil. Ularimiz qancha? 65 mingmi? 65 mingdan razmerlar 48 50 52 da pastga dona bemalol olsalaring bo'laver ekan. Narxi bir xil ekan, eng qizig'i. Bunaqasi bozorda kamdan kam uchrayapti. 10 ming ko'ryapsizlar, 15 ming so'mdan narx oshib qolyapti. Agar donaga olsalaring, telefon nomeringizni qo'yib ketaylik. Yo'q, bizga murojaat qilaverasizlar. YouTube kanalimizda, Telegram kanallarimiz bor. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Bu yerda detskiy kiyimlarimiz bor ekan, 9 ming so'mdan. Chevara 9 ming so'mdan tikib bermaydi. Shuni bilib olinglar. Bularimiz 11 ming so'mdan, rasvetkalar juda ham ko'p ekan, 13 ming so'mdan ikkita razmerli. Donaga ham sotyapsizmi aka? Faqat pachka ekan. Butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki bor aka. Nomeringizni qo'yib kelsangiz bo'ladimi? Telefon nomerlar 632 07 00 90lik. Shu nomerga telefon qilsalaring, butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlar bor ekan. Bularimiz qanchadan aka? 75 ming. 75 ming ularimiz. Pachka. Donaga ham bor. 75 beryapsiz. Donaga ham, pachkaga ham bir xil narx beraveramiz. Razmer standart 48 gacha tushadi. Bularimiz atlasli. Ular ham 75 mingdan, rasvetkalari bor har xil. Donaga ham qilib beraverasiz. Ha, donaga ham qilib beraveraman. Bularimiz sigirli. Ha, ular tigirlar 60 qilib beraman. Donaga? Donaga 65. 60 qilib beraman donaga. Dona pachka. Ularimiz-chi ba'di. Bularimiz 55 mingdan, o'rtadagilar 75 mingdan, ular 60 mingdan. Razmerlari-chi? Razmerlar 56 gacha razmer. 56 gacha razmer. 48 dan boshlanadimi razmerlar? 48 56 gacha. Dona pachka bir xil ekanda sizlar. Telefon nomeringizni qo'yib kelsangiz bo'ladimi? Ha. Nechi? 99lik 99lik 085 085 89 11 89 11. Shu nomerga telefon qilasiz, dastlabki xizmati bor. Butun O'zbekiston bo'yicha. Ha. Bular ko'raveringlar, mana ko'ylaklarimizni, bular ko'pra materiali. Ha. Razmerlarimiz Razmerlari 50 dan 56 gacha tushgan razmer. 50 dan 56 gacha. Pachka narxi? Pachka narxi 50 ming oxirgi narxi. Donaga ham bormi Donaga bular? ham, pachkaga ham bir xil. Bularimiz-chi, shtamplar ekana? Mana mana ularni ko'ring. Mana bular net shitdan boshlab mana shular to'rxil narsa 3D. Bularimiz 50 dan 52 gacha tushgan razmer. Donaga, pachkaga ham 38 ming. Bir xilda. Bir xilda. Bitta kam uchrayapti. Bir xilda shunaqa pachka yo donaga sotilayotganlar. Mana sariq anordan boshlab besiga keladi. Mana atlas bor bu yerda. Mana har xil atlas nusxa, mana pista mag'iz, har xil ranglari bor ko'ylaklarimiz. Bularning narxi 35 mingdan 38 mingdan aralash hozir bu yerda turibdi. Bular ham o'sha 50 52 ga tushgan razmer. Bu ham pachka dona narxi bir xil narxi. Bemalol xarid qilsa bo'laver ekan, kelib turib. Chiqarish o'zimizniki, pachka narxi. Dastlabki xizmati bor O'zbekiston bo'yicha. Xohlasa kelishgan holda. Yo'q, endi bor demoqchiman. Endi qilsa o'zim ovolaman. Siz Toshkentda turib, sizga xohlasa bor. Ha, Toshkentdan chiqarib yuborasiz. Chiqarib yuboramiz, pulini tashlab berasiz, chiqarib yuboramiz. Pulini tashlab berishadi sizga. Hozir bo'laveradi. Telegram kanalingiz yo'q. Telegram kanalimiz bor. Nomeringizni qo'yib ketaylik. Hop. 90lik
Aytavering, o'zingiz 306 4501. shu nomerga telefon qilsalar, butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holda dastlabki xizmati bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizni ham YouTube kanalimizda o'zi sirkasini qo'ygizamiz, Telegram kanalimizda pachka dona bemalol yig'ib beramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha Qirg'iziston, Tojikiston desam hamma yoqqa dastlabki xizmatimiz bor. Xizmatimiz bor. Bularimiz 3D mi? 3D ko'ylaklar 5 yosh, 7 yosh, 5 yosh, 7 yosh. 16 ming so'm. Pachka narxi. Ha, Donaga ham bormi? ha, 16 ming so'm. Rasvetkalari bor. Bundan tashqari mana bu yerda ko'rsatib qo'ying. Bir xildami? Hammasi Hammasi razmeri bir, rangida har xil. dastlabki xizmatlarimiz bor. Bor. Butun O'zbekiston bo'yicha kerak bo'lsa. Ha, ha. So'rasa, Pochta pochta qilib chiqarib qilib chiqarasiz, o'zlari olib olishadi. Olishadi. Nomeringizni qo'yib ketaylik. 91lik 91lik 687 687 1977. 1977. Shu nomerga telefon qilsalar, shortinglarimiz qanchadan ki? Shortinglarimiz aka bularimiz 15 ming so'mdan beryapsiz. Pachka narxi. Ha, pachka. Razmeri 52, elektr 56. Dona narxi ham bor. Donaga Dona sotilyapti. yo'q, optim faqat. Hammasi hammasi pachkaga optim, faqat. pachkaga. Bularimiz-chi? Bularimiz 18 ming so'm. Bir xildanmi Bir yo'q? xildan, narxi bir xil. Materialimiz nima? Funta material. Funta. 52 dan 56 gacha Ha, bular. 52, elektr 56 razmeri. Pachka narxi faqat donaga yo'q ekan akamizda. Faqat optim. Ha, butun O'zbekiston bo'yicha omad dastlabki xizmati bor akamizda. Kelishilgan holatda bemalol sizlar chiqarib olgandan keyin dastlabki xizmatini pulini to'lab olib qolaverasizlar. Telefon nomeringiz aka? 90lik 90lik 556 556 9919. 9919 shu nomerga murojaat qilsalaring sizlarga butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston qilib bemalol chiqarib beradi. Rasvetkalar juda ham ko'p buni. 25 mingdan pachka narxi ekan. Bularimiz kattalarimiz qanchada? 100 mingdan o'rtadagilari 50 ming so'mdan, bularimiz 120 25 mingdan pachka narxi, dona pachka narxi bir xilda ekan. Bularimiz qancha? 18 ming so'mdan, pastidagilarchi bir xilda, rasvetkasi ekan. Telefon nomerini qo'ygizamiz hozir. Nechilik? 93lik 141 146 268 nomeri zo'r ekan. Mana bemalol telefon qilsalaring, O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi bor. Shortinglarimiz 13 ming so'mdan, pachka narxi donaga ham bormi aka? Faqat pachka narxi ekan. Rasvetkalar oz qolibdi, Toshkentga chiqarib yubordik deyishyapti. Juda katta yukda, shuning ozroq hozir yana kelar ekan. Bularimiz funta materiali 52 dan 56 gacha. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Yumshoq maza qilib kiyadigan XB materialimiz. Bular 18 ming so'mdan. Velikanlari bor ekan, bular 19 ming so'mdan aka. 19 ming so'mdan. Telefon nomeringiz 93lik 411 44 47. Shu nomerga telefon qilsalar, butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari bor. Ukalarimiz orzulicha qolmaydi, yurak urib tursa bas. Mana mashinaga qo'yishayotganda, endi futbolkasi ham chiqibdi. Qanchada? 22 ming optimga. Pachka donaga ham bormi? Donaga yo'q, faqat pachkaga bor ekan. Bularimiz Adidaslar 52 dan 56 gacha razmer. 52 dan 56 gacha razmerlar. 23 ming so'mdan. Ba'di ham siznikimi? Hammasi rasvetkalari bor ekan. Mana bemalol O'zbekiston bo'yicha yetkazib beradi akamiz. Dastlabki xizmati bor. Nomeringiz 95lik 95lik 040 3603. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Butun O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston qilib yetkazib beryapti akamiz. Bo'ladi aka. Bo'ldi. Sirvolavering aka. Bularimiz XBmi? Akajon, bularimiz bambu. Bambuk ekana. Bitta ushlab ko'rsangiz maza qilib beradigan. Mana ko'ringlar. Pachkaga qancha? Aka, bozor nech pul bo'lsa 10 ming deyapti, o'shandan 500 so'm tushib beraman. Bunaqa narx yo'q. Eng arzoni bozoridamiz, kechki bozor 9,5 ming, 9 ming so'm qilib beradi. 60 gachasi ham bor ekan, unisini 11 qilib beradi. Velikanlari ham bor. Liboyi bor aka. Ularda bambukliklarda umuman velikasini topish juda qiyin bo'ladi. 60 gacha hozir rasvetkasi bor deyapti. 52 dan 60 gacha bemalol. Telefon nomeringiz? Xudo xolasa aka
88lik 88lik 627 627 0801. 0801. Nechta kerak bo'lsa aka telefon qilib 1000 ta, 2000 ta farqi yo'q. Qayerligidan farqi yo'q. Aka Libojaga chiqaveramiz. Gapni eshitilar. Liboy joyiga Qirg'iziston, Tojikiston, Kelmayapti. Rossiyada turgan bo'lsalar, shular Rossiyaga samolyotda chiqarib Ular yuborar bitta ekan. jarib beryapti. 1000 ta, 2000 ta qancha bo'lsa ham razvedkalari ham bor.